O'tgan darsimizda sahobalarni ko'rsatgan qahramonliklari, buyuk ishlari haqida suhbat qildik. Davom etamiz. Ana shu al-vajd, qalbida saodat shuurlarini his qilishligi ularni mana shunday insonni aqli bovar qilmaydigan darajada ulug' ishlarni qilishlikka turtki bo'ldi, quvvat bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam musulmon qo'shinni qurollantirishlik uchun infoq qilinglar deganlarida uydagi hamma boyligini olib kelib o'rtaga qo'ydi. Shunda payg'ambarimiz: "Ey Abu Bakr, oilangizga ham bir narsani qoldirib keldingizmi?" deganida, "Ha, bundan yaxshirog'ini qoldirib keldim." "Nimani qoldirdingiz?" "Alloh va Rasulini roziligini qoldirib keldim uyimga." Ya'ni hamma narsasini ko'tarib kelib tashlashlikka nima majbur qildi? Ana shu qalbidagi al-vajd, saodat shuuri, saodat hissi. Suhayb ar-Rumi bu kishi Makkaga kelgin deydi. Rasulullohning sahobalari Madinaga hijrat qilishni boshlaganlarida bu kishi ham hijrat qildi. Makkaga kelganida quruq kelgan edi, hech narsasi yo'q edi. Lekin shu yerda yashab, moli davlat orttirib, boy badavlat bo'ldi. Hijrat qilib chiqib ketayotganida Quraysh mushriklari yo'lni to'sib olishdi. "Sen bu yerga kelganingda hech narsasiz kelgan eding. Endi boy badavlat bo'lib chiqib ketasanmi? Seni hech qayoqqa qo'yib yubormaymiz. Seni hibs qilamiz." Shunda Suhayb roziyallohu anhu ana shu Makkadagi hamma boyligini berishligi va shuni evaziga qo'yib yuborishligini ulardan talab qildi. Ular ko'nishdi. Falon joyda deb aytdi. Borib o'shada ekanligini bilishganidan keyin qo'yib yuborishdi. Bori burdini berib hijrat qilib ketyapti. Nima majbur qildi u kishini bu ulug' ishni qilishlikka? Ana shu biz aytayotgan qalbidagi saodat hissi. Madina Munawvaraga shunday qilib kelganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali u kishi nima bo'lganligini aytib bergani yo'q. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga mana shunday bir karomat qilib, mo'jiza qilib aytib berdilar. Aytdilarki: "Robihal bay'u ya Abu Yahya." Ey Abu Yahyo, savdo foydali bo'ldi. Savdo foydali bo'ldi dedilar. Hamma narsasidan voz kechishligi juda oson bo'lyapti. Nima uchun? Qalbida boyagi biz aytayotgan saodat shuuri bor. Agar iymon insonni qalbini egallasa, chin ekaniga, agar inson iymon halovatini totib ko'radigan bo'lsa, uni mazasini nimaligini tushunsa, dunyoni hamma zeb-u ziynatidan osonlik bilan voz kecha oladi. Aytyapmiz-ku, mansabdor odam, lekin shu ishlayotgan ishini ko'p qismi Alloh norozi bo'ladigan ishlar bilan bo'lganligi uchun mansabidan ketish kerak bo'lganda, agar iymonni mazasini totib ko'rgan bo'lsa, shart tashab ketadi. Vaholanki bu o'rinda egallashlik uchun qancha xaridor turibdi, har qancha sarf xarajat bo'lsa qilaman deb shu kursini egallayman deb turibdi, ammo bu odam osonlik bilan voz kechyapti. Nima uchun? Qalbida ana shu saodat shuuri bor. Alloh taolo aytadi: "Va robatna ala qulubihim." Biz ularning dillarini quvvatlantirdik. Ya'ni ularning qalbiga muhabbat o'rnatib qo'ydik. Ularning qalbiga haqiqatni o'rnatib qo'ydik. Ularning qalbiga sakinatni joylab qo'ydik. Shuning uchun ular mana shunday ulug' amalni qilishlikka qodir bo'lishdi. Agar sahobalarning hayotini o'qiydigan bo'lsak, ha ular ham odam bolasi bo'lganmi deb olasiz. Ha, ular ham odam bolasi, lekin hamma odamlarda emasda. Ularni boshqalardan ajratib turgan narsa nima edi? Alloh ularning qalblariga o'ziga bo'lgan muhabbatni joylab qo'ygan edi. Qalbida saodat shuuri bor edi. Iymon halovatini, haqiqat nurini, xotirjamligini ato qilib qo'ygan edi. Mana ana shu Kahf surasidagi yigitlarning qissasiga qaytadigan bo'lsak, bu yigitlar saroydagi zodagonlarning farzandlari edi. Hayoti juda ham bir havas qilinadigan, to'kin sochin, kayf safo, huzur halovatdagi hayot edi. Lekin ular mana shunday bir huzur halovatlik, mo'l ko'l hayotini tark qilib, sovuq, zax bo'lgan g'orga chiqib ketishlikni afzal deb bilishdi. Astagfirullah. Va robatna ala qulubihim iz qamu
faqalu robbuna robbus samawati val ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata. Biz deydi Alloh taolo, ularning dillarini, iymonlarini quvvatlantirdik. O'shanda ular zolim podshoh qarshisida turib dedilar: bizning Parvardigorimiz osmonlar va yerning Parvardigoridir. Bizlar undan o'zga biron ilohga hargiz iltijo qilmaymiz. Aks holda nohaq so'zni aytgan bo'lurmiz. Mana g'or egalari, ashobul kahf. Ana shu qalbidagi saodat shuuri bor. Qalbida sakinat, xotirjamlik bor. O'shuning uchun huzur halovatdan shunday voz kechib, chiqib g'orga kirishib olyapti. Alloh taolo ularga karomatni berdi. 309 yil uxlashdi. 3 asrdan keyin 4-asrga borib uyg'onishdi. Shuning uchun qalbingizda Allohga bo'lgan muhabbat birinchi o'rinda tursa, muhabbat. Allohni rozi qilaman degan bitta g'amingiz bo'ladigan bo'lsa, Alloh sizga ham karomatni beradi. Boshqalar qo'rqib turganda siz qo'rqmaysiz. Boshqalar siqilib turganda xotirjam bo'lasiz. Boshqalar yetolmay turganda Alloh sizni yetkazib qo'yadi. Bu karomat deyiladi. Oriflardan biri aytganidek, agar podshohlar bizni holatimizni qanaqa ekanligini bilishganida edi, ana shu ahvol, ana shu holatni, huzurni tortib olish uchun biz bilan jang qilishgan bo'lar deydi. U sakinat, u halovat faqat mo'minning qalbida bo'ladi. Allohni tanigan, Allohga muhabbati bor mo'minning qalbida. Alloh sendan rozi ekanligini his qilishing, Alloh mendan rozi bo'lyapti degan narsani his qilishing. Bu shunaqa bir huzur, halovatki, buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Mana shu his saodat hissi, al-vajd, har qanaqa mashaqqatni ko'tarishlikka sabab bo'ladi. Toatlarga sabr qiladi, shahvatlarni yengishlikka sabr qiladi. Saratonda roza tutamiz. Mashaqqat-a? Mana shuni his qilganmiz biz ham. Mashaqqat, chanqaganmiz, 14 soat, 16 soat roza tutamiz. Lekin ana shu chanqog'ingiz, ana shu qiylanayotganligingizdan Alloh rozi bo'layotganligini his qilasizda, bu mashaqqat emas, huzur, halovat bo'ladimi? Aytdik-ku, al-vajd nima desa, qalbda o'z-o'zidan bir paydo bo'lib, bir ketib qoladigan narsa. O'sha vajd qalbimizda paydo bo'lganda ko'zimizga yosh keladi. Safarda yurgan yosh yigit bo'ydoq. Qarshisida bir ayol avratlari ochiq, o'zini unga ko'z-ko'z qilib turibdi. Fahshga chaqirib turibdi. Ha, bu bolada ham, bu yigitda ham ayollarga bo'lgan rag'bat bor. Ammo uni ana shu zinoga yurishidan nima to'siyapti? Nimaga teskari qarab olishlikka quvvat yetyapti? Chunki bu yigitda iymon degan, iymon halovati degan quvvat bor. Uni totib ko'rgan. Agar unga qarasa, ana shu zinoga bir qadam qo'ysa, mana shu halovatni yo'qolib qolishini biladi. U halovatdan ajralishni xohlamaydi, shuning uchun teskari qaraydi. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu. U kishi iymonga kelganida onasi qarshilik qilib turadi. Sa'd roziyallohu anhu onasiga juda ham mehribon, yaxshi farzand bo'ladi. Onasi ultimatum qo'yadi. Yo Muhammadga kofir bo'lasan, dinidan qaytasan, yo men ovqat yemay qo'yaman, suv ichmay qo'yaman, ochimdan, chanqog'imdan o'laman, sen nomusga qolasan dedi. Nima dedi Sa'd roziyallohu anhu? Ey onajon dedi. Bu hali bitta joningiz ekan dedi. Agar joningiz 100 ta bo'lib, kunda bittadan chiqib kelsa ham Muhammad alayhisalomga kofir bo'lmayman men dedi. Xoling ovqat yeng, xoling ovqat yemang dedi. Ularni mana shunday bir quvvatli bo'lishlikka sabab biz aytayotgan saodat shuuri. Bugungi mavzuyimiz al-vajd. Agar qalbing al-vajdga, saodatli shuurlarga to'lishini xohlasang, iymon halovati nima ekanligini totib ko'rishni xohlasang, buni bir yo'li bor. O'sha yo'lni ko'rsatib beramiz. Avvalo Allohga itoat qil. Allohga itoat qilmagan odam qalbida bu shuur bo'lmaydi. Birinchi yo'li nima ekan?
Allohga itoat qilamiz. Mana shu narsani o'zi seni qalbingga saodat olib keladi. Ana shuna biz ismini zikr qilgan ulug' insonlar, sahobalar, tobiinlar, ulug' insonlar, ummatning ulug'lari. Alloh ularning qalbiga shu shuurni solib qo'yganligi uchun ana shunday bir ulug' ishlarga qodir bo'lishdi, dunyoni hashamatini tanlashmadi. Qarang, Suhayb Rumi necha yil yashab to'plagan moli, boyligi bo'lsa, shunday berib keta olyapti. Xotirjam. Nima quvvat berdi unga mana shu ishga? Qalbidagi saodat shuuri. Al-Vajd, saodatli shuurlarning martabalari. Al-Vajdning 4 ta martabasi. Mana endi bitta-bittadan ko'rib chiqamiz. Birinchi martabasi tavajjud. O'zini o'shinday qilib ko'rsatish. O'zini ana shu saodatli shuurlarni his qilayotgandek qilib ko'rsatish. O'zi yo'q. Arab tilida mana tafaul vazni bor. Sarf fanida tafaul vazniga fe'l o'zida bo'lmagan sifatni, holatni bor qilib ko'rsatish uchun kirgiziladi. Masalan, tabaki o'zini yig'layotgan qilib ko'rsatish. O'zi yig'lamayapti, yig'layotgan qilib ko'rsatyapti. Demak, al-vajdning birinchi martabasi tavajjud. O'zida mana shu saodatli shuurlarni bordek qilib ko'rsatish. Asli yo'q. Bu eng zaif martaba. Ulamolar bu martaba haqida ixtilof qilishgan. Ba'zilari bunday qilish mumkin emas desa, ba'zilari mumkin deyishgan. Ba'zilari maqbul desa, ba'zilari nomaqbul degan. Endi agar o'zingizda mana shu shuurni bordek qilib ko'rsatishdan maqsad odamlarni maqtovi bo'lsa, bu mumkin emas. Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'ladimi? Rostdan shuni his qilayotgan odam bilan hazakamdan shunaqa his qilayotganda ko'rsatgan teng bo'lmaydi-da. Agar bu tavajjuddan maqsad ana shu vajdning, al-vajdning haqiqatga yetish bo'lsa, bu to'g'ri bo'ladi. Bu nima niyatda qilayotganingizga bog'liq. O'zini ta'sirlangan qilib ko'rsatishi, yig'layotgandek qilib turishi, ko'zini yumib olishi bu tavajjud deyiladi. Yana qaytaramiz, agar bundan maqsad odamlardan maqtov eshitish bo'lsa, mumkin emas. Agar bundan maqsad o'sha martabaga haqiqatan yetish uchun harakat qilayotgan bo'lsa, bu mumkin bo'ladi. Misol, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning tavajjudi. Badr kunida mushriklardan asir tushdi. Va Rasululloh sahobalarga maslahat soldilar, nima qilamiz? Umar ibn Xattob qatl qilaylik bo'ladi hammasini dedi. Abu Bakr Siddiq, yo'q, nima bo'lsa ham o'zimiz urug'larimiz, ulardan nima qilaylik? Jizya olib qo'yib yuboraylik dedi. Va mana shu qarorni Rasululloh ma'qulladilar va bu qaror noto'g'ri edi. Ertasi kuni Rasulullohning oldiga Umar ibn Xattob kelsa, Rasululloh va Abu Bakr Siddiq yig'lab o'tirishibdi. Umar ibn Xattob qarab, "Nima yig'layapsizlar?" dedi. "Xabar qilinglar. Agar yig'i topsam yig'layman. Agar topa olmasam, o'zimni yig'laganga solib turaman men ham" dedi. Mana tabaki. Yig'i yo'q, lekin siz yig'lagan uchun men ham yig'laganga o'xshab turaman deyapti. O'zida yo'q, nima qiladi? Bor qilib ko'rsatadi. Demak, bu martaba bir tomondan maqbul, ikkinchi tomondan nomaqbul. Endi Umar ibn Xattobga bu ishda Rasulullohga ergashishlik turibdi-da. Yig'lagiz kelmasa ham, yig'layotganda ko'rsatayotganligi Rasulullohga ergashish bo'ladi. Shuning uchun Umar ibn Xattob uchun bu holat ma'qul bo'laveradi. Mana shu o'zida yo'q bo'lgan narsani bor qilib ko'rsatish deydi, bugun ko'proq gaplashamiz. O'zi yo'q. O'zi yuragi siqilib turibdi mehmonni ko'rib. Qanaqa qilasiz? Karam, saxovatli, mehmondo'st odamdaqa bo'lib ko'rinasiz. Rasululloh aytganlar: "Innamal ilmu bit-ta'allum va innamal hilmu bit-tahallum va innamal karamu bit-takarrum." O'zi asabingiz tarang, nervli odamsiz. Tabiatingiz boringiz shu.
Lekin diniy sizni halim bo'lishga buyuradi. Shuning uchun o'zingizni halim qilib ko'rsatasiz. O'zi jahldorsiz. Sal narsaga asabingiz o'ladi, fe'lingiz tor, lekin dada bo'lganingiz uchun, qaynota bo'lganingiz uchun qanaqasiz? Xo'jayin bo'lganligingiz uchun majbursiz o'shunday qilib ko'rsatishga. Ichingizda o't yonib turibdi, vulqon otilib turibdi, ammo o'zingizni bosiq qilib ko'rsatasiz. Nafsiz qil deb turgan ishni qilmaysiz. Mana shu narsa tahallum deyiladi. Asabi tarang, jahli chiqib turibdi, so'kis kelyapti, baqirgisi kelyapti, lekin o'zini bosib turibdi. Mana shu tahallum o'zida yo'q, lekin bor qilib ko'rsatish. Halim qilib ko'rsatishlik. Lekin sekin-sekin, asta-sekinlik bilan, asta-astalik bilan mana shu tahallumni o'zingizni shu bir halim qilib ko'rsatishlikni davom ettirib boraverasiz. Sekin-sekinlik bilan bu holat sizni tabiatingizga aylanib qoladida, halimlik sizni asl tabiatingiz bo'lib qoladi. Masalan, o'zi baxilsiz, mumsiysiz, hech ham pul bergisiz kelmaydi. Hamma tashaganda tashaysiz. Bergisiz kelmay turganda berasiz. Sekin-sekinlik bilan berib turib, berishlik tabiatingizga aylanib qoladi. Shu etapdan o'tgan odamlar o'tiribdi ichimizda. Bir paytlar o'lgudek qurumsoq edi. Lekin vaqt o'tib, qo'li ochiq, saxiy odam bo'lib ketdi. Muhimi o'sha tomonga qarab qadam bossin. Avvaliga iskustvenniy, sun'iy halimlik bo'ladi, keyin bu tabiatingizga aylanib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani o'rgatib, mana hadisda aytdik. Innamal hilmu bittahallum. Halim bo'lishlik asta-sekin halim bo'lishlik bilan bo'ladi. Innamal karamu bittakarrum. Albatta saxovatli bo'lish at-takarrum. Asta-sekinlik, saxiy bo'lishlik bilan bo'ladi. Ozginadan sekin-sekinlik bilan. Uzoq yerdan uyingizga mehmon keldi. Birinchidan mehmon kutmayapsiz. Ikkinchidan ko'p ham mezbonlikka xushingiz yo'q. Tabiatingizda yo'q. Suyormisiz bu ishni. Lekin nima qilasiz? Iloji yo'q, eshik tagida turibdi-da. Kutib olasiz, ziyofat qilib berasiz. Bir marta majbur qilasiz o'zingizni, ikki marta majbur qilasiz. Sekin-sekinlik bilan shu narsa tabiatingizga aylanib qoladi. Tavajjud. O'zida u his bo'lmasa ham bordek qilib ko'rsatishlik keyinchalik al-vajdni keltirib chiqaradi. O'zingizni mana shunday qilib ko'rsatishingiz riyo uchun, sum'a uchun bo'lsa mumkin emas. Agar haqiqiy al-vajd martabasiga yetish uchun bo'lsa, bu maqbul bo'lgan amal bo'ladi. Demak, al-vajdning birinchi martabasi nima bo'ldi? Tavajjud. O'zida yo'q narsani ham bordek qilib ko'rsatishlik. Ikkinchi martabasi al-mawajid. Saodat, halovat. Qur'on tilovat qilib, qalbingizda saodatni his qilasiz. Zikr qilib, rohatlanasiz. Sajdada chin qalbdan duo qilib, Allohga yaqinlikni his qilasiz. Aytasizki, sajdada turib Parvardigor o'zing saqlagin. O'zing ishimni o'nglagin. O'zing to'g'ri yo'lga boshlagin. Nafsimni yengishga o'zing yordam bergin. Parvardigor, hamma narsadan voz kechib bitta senga suyanyapman. Haqiqiy duo bilan saodatni his qilasiz. Haqiqiy zikr bilan saodatni his qilasiz. Haqiqiy tilovat bilan saodatni his qilasiz. Bu al-mawajid. Toat va ibodat zikrlarining natijasi. Tevada yo'g'ini bordek ko'rsatish bo'ldi birinchi martabada. Ikkinchisida bu narsani his qilasiz endi. Qachon his qilasiz? Ko'p zikr aytsangiz. Ko'p namoz o'qisangiz, ko'p tilovat qilsangiz. Ikkinchi martaba al-mawajid qilayotgan toat ibodatlaringizda natijasi bo'ladi. Uchinchisi al-vajd. Al-vajd qalb amallarining samarasidir. Qanaqa bo'ladi u? Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rsangiz. Alloh uchun berib, Alloh uchun man qilsangiz, siz iymon halovatini totibsiz. Qalbning amallari bor. Alloh taolo marhamat qiladi. Astagfirullah. Qad aflahal mu'minun. Tahqiq mo'minlar najotga yetishdi. Qaysi mo'minlar? Alloh taolo oyatda ularning sifatini bayon qiladi.
Alladina hum fi solatihim khoshi'un valladina hum anil lagwi mu'ridun. Qaysi mu'minlar najotga yetdi? Ular namozlarida qo'rquv, umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda, foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kishilardir. Qarang, namozida qo'rquv bilan turadi, bema'ni, lag'v bo'lgan so'zlardan, amallardan o'zlarini tiyadi. Dunyodan yuz o'girib oxiratga iqbol qiladi. Mana shu amal qalb amali deyiladi. Qalb amali to'g'ri bo'lsa, insonning qalbida al-vajd martabasi paydo bo'ladi. Haqiqatan o'zini saodatli his qiladi. Alhamdulillahi robbil alamin deydi. Ey yigitlar, ertalab turib mana shu shuurni his qilishingiz keraksiz. Chunki uyg'ondingiz, tiriksiz, o'zi yutuq. Aql hushingiz o'zingizga keldi, yutuq. Taningiz sog', yutuq. Yurtingiz tinch, yutuq. Boshingizda tomingiz bor, yutuq. Bir kunlik ovqatingiz bor. Siz eng baxtli odamsiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man bata minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi badanihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu dunya." Mana shu narsa hammamizda bor. Kim o'zini to'shagida xotirjam tong yottirsa, demak uyi bor, tinchligi bor yurtida. Mu'afa fi badanihi, tanasi sog'lom bo'lsa, va indahu quta yawmihi, o'sha kunga yetadigan ovqati bo'lsa, eng boy odam shu, eng baxtli odam shu deb Rasululloh aytayaptilar. Bormi shu narsa bizda? Biz ertalab uyg'onib o'zimizda mana shu al-vajd, saodat hissini topishimiz kerak. Biz baxtli odamlarmiz. Kimda mana bu 3 ta narsa bor bo'lsa, tahqiq iymon halovatini topibdi. Birinchisi, Alloh va Rasuli u uchun hamma narsadan sevimli bo'lsa. Ikkinchisi, bir kishini yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchisi, Alloh uni kufrdan qutqarganidan keyin yana kufrga qaytishlikni, o'tga tushishlikni yomon ko'rganda yomon ko'rsa. Mana shu odam iymonda halovatini totibdi. To'rtinchisi, al-vujud, topishlik. Birinchisi tavojud, mavajid, al-vajd, al-vujud. Allohni topishlik, Allohga yetishlik. Allohni ko'rib turgandek unga ibodat qilishlik. Har bir narsada Allohni ko'rish. Har bir narsani orasida Allohni ko'rish. Har bir narsani ustida Allohni ko'rish. Har bitta mahluqning qo'li Allohning qo'li ostida ekanligini ko'rish. Televizorda qo'yasizlar, tabiat manzaralari. Aynidaqa ko'ryapsiz. Dengiz ostidagi hayvonlar, baliqlar, ko'katlar, qushlarni ko'rsatganda har bitta narsani ko'rganingizda Allohni ko'rasiz shu yerda. Ma'qulmi? Ertalab turasiz bomdodda, qushlar chiriq-chiriq qilib rosa sayrayapti. Kimdir qushlarni sayrayotganini eshitadi, kimdir Alloh taoloning nomini ulug'lab aytilayotgan tasbihni eshitadi. Kimdir katta shorsharani oldiga boradida suvni shovqinini eshitadi. Endi kimdir Alloh taologa tasbih aytayotgan suvning ovozini eshitadi. Kimdir o'zini birga kirgan bolasini shunday qo'liga oladida bolasini ko'radi. Kimdir Alloh taoloning qudratini ko'radi. Har bir mahluqning ustida, oldida, orqasida, orasida Alloh taoloni ko'rishlik. Qayerda bo'lsa ham Alloh siz bilan birga ekanligini ko'rishligingiz. Qayoqqa yurmang Allohga duch kelishingizni ko'rishligingiz. Mana shu tavofning oxiri. Mana shu finish. Shu joyga yetib kelgan bo'lsangiz, sizda al-vajd degan his, shuur bor. Birinchisi at-tavajjud. O'zida mana shu shuurlarni his qilgandek qilib ko'rsatish, saodatli qilib ko'rsatish. O'zi yo'q. Ikkinchisi al-mawajid. Saodatli shuurlar, saodat, halovat. Bu toat, ibodat va zikrlarning natijasi. Uchinchisi al-vajd. Qalb amallarining samarasi. Allohning muhabbatini qalbing bilan his qilishi. Al-vujud to'rtinchisi topishlik,
Allohga yetishlik. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing unga. Endi Allohni garchi ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turibdi. Bu qalbda sun'iy emas, tabiiy suratda o'z-o'zidan paydo bo'ladigan shuur, his, tuyg'u. Mana shu al-vajd deyiladi. Yana aytiladi, al-vajd qalbda chaqmoq kabi bir chaqnab, yoltirab, so'ngra tezda so'nib qoladigan his, shuur. Yana aytiladi, al-vajd bu qalbda paydo bo'ladigan muhabbat, ishq va ulug'lash kabi his tuyg'ularning natijasidir. Misol, bir odam tor mahallada yashaydi. Tor mahalla, bir xonali uyi bor. Kun tushmaydi xonasiga, zak xonasi. Tor, havosi og'ir, shovqin suronli mahalla. Qo'yingki, yashagani sharoit juda ham qiyin. Bir necha yil yashadi, sabr qilib. Keyin shunaqa bir imkon bo'lib qoldi, boshqa bir joyga ko'chib o'tishlik. 4-5 xonali uy, xonalari yorug', keng, quyosh tushadi, havosi toza. Ko'chib 1 yil, 2 yil yashadi. Mana endi shu odam eski holatinga, eski xonangga qaytasanmi desa, tor ko'chadagi zak xonasiga qaytadimi? Qaytmaydi-da. Yana bitta misol. Bir odam birovni qo'lida ishlaydi. Ishi og'ir. 10 soat, 8 soat, 12 soat ishlayveradi. Ish rejimi yo'q. Xo'jayini xolagan paytda chaqirib ishga solaveradi. Oyligi ham shu zo'rg'a yetadi. Ish joyi tiqilinch, shovqin, chang, tutun, hokazo. Mana endi shu odam mana shu uzoq yil davomida shunaqa joyda ishlab turib, keyin tijorat qilishlikka, o'zi mustaqil ish yuritishlikka imkon bo'lib qoladi. Ish boshlaydi, mustaqil, ish yurishib ketadi. Katta daromad topadi. Endi o'zi xo'jayin. Qo'lida ishchisi bor. Xolagan paytda keladi, xolagan paytda kelmaydi. Ish vaqtini o'zi belgilaydi. O'ziga xon, o'ziga bey bo'lib qoldi. Endi aytingchi, shu odamga eski ishingga qaytasanmi desa, u nima deydi? Albatta ko'nmaydi. Endi agar inson haqiqiy tavba qilgan bo'lsa, haqiqiy iymon keltirgan bo'lsa, haqiqiy ma'noda Allohga chinakamiga bog'langan bo'lsa, iymon halovatini totib ko'rgan bo'lsa, eski holatiga qaytishlikni xohlaydimi? Avval kim bo'lgan edi? Kimlar orasida yashar edi? Nimalar bilan ovora edi? Nimalarni yeb ichib yurar edi? Atrofida qanaqa odamlar bor edi? U o'sha paytda uning atrofida bo'lgan odamlarning axloqi, muomalalari qanaqa edi? Suhbat mavzulari nima edi? Fahsh so'zlar, fahsh hazillar, tinimsiz g'iybatlar, haqoratlar, bir-biriga laqab qo'yish, kibr, egoizm, ikkiyuzlamachilik. Mana shunday odamlarning ichida yashab turib, keyin birdaniga tavba qilib, yaxshi odamlarning orasiga qaytib qolsa, Allohni tanigan, iymon e'tiqodli, axloqi go'zal, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'radigan odamlar, solih insonlar qatoriga. Endi aytingchi, eski ulfatlarning orasiga qaytishlikni xohlaydimi? Yo'q. Agar xohlasa-chi, aqlga sig'maydi bu ish. Shuning uchun hadisda aytildi, Alloh uni kufrdan saqlaganidan keyin, qutqargandan keyin yana kufrga qaytishlikni xuddi o'tga tushishlikni yomon ko'rganda yomon ko'rsa, shu odam iymon halovatini totigan bo'ladi. Ko'ningiz totmayaptimi shu eski ulfatlaringizni? O'sha vechirinkalarda, o'sha diskotekalarda, o'sha restorandagi harom-xarish majlislarda, o'sha ziyofatdagi qimorlarni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Mana bu 3 ta narsa kimda bor bo'lsa, iymon halovatini totibdi. Birinchisi, Alloh va Rasuli hamma narsadan sevimli bo'lsa. Ikkinchisi, bir kishini yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchisi, Alloh uni kufrdan qutqarganidan keyin yana kufrga qaytib qolishlikni xuddi o'tga tushishlikni yomon ko'rganda yomon ko'rsa. Agar kimda mana shu 3 sifat bor bo'lsa, iymonni haqiqiy lazzatini, halovatini totib ko'ribdi.
Bu manzilatni ta'kidlaydigan oyatlar bor Qur'onda. Astagfirullah. Va rabatuna ala qulubihim. Biz ularning dillarini, iymonlarini quvvatlantirdik. Ana shu iymonning halovatini totib ko'rishdi. Al-vajd martabasini ko'rishdi. Al-vajdni totib ko'rishdi. Mana g'or egalari haqida nozil bo'lgan. Yosh yigitlar iymon e'tiqodni nimaligini tushunganidan keyin u zodagonlarda bolalar edi. Saroydagi huzur halovatlik maishatini tark qilib g'orga chiqib ketishdi. Nima uchun mana shunday zo'r hayotini tark qila oldi? Chunki iymonni nima ekanligini totib ko'rishdi. Birodarlar, biz aytaveramiz kalima keltirib musulmon bo'ldim deb. Lekin mana shu hisni, mana shu tuyg'uni totib ko'rganmizmi rosa kamiga? Haqiqiy iymonni halovat qanaqa bo'ladi? Mana tarixdan, bizi islomimizning shonli tarixidan ulug' insonlarni misollarni keltiramiz hayotidan. Ja'far ibn Abi Talib Mu'ta jangida bitta qo'lida bayroq, bitta qo'lida qilich jang qilyapti. Mushriklardan bittasi kelib, bayroq ushlagan qo'lini shartta uzib tashadi. Nima bo'ldi? Qo'li yerga uzilib tushdi. Qo'li yerga uzilib tushdi. Voydot qo'lim deb yiqilib oldimi? Shart qilichini tashadi-da, bayrog'ini ikkinchi qo'li bilan oldi. Ikkinchi qo'li bilan tutdi bayroqni. Ikkinchi zarba kelib, u qo'lini ham uzib tashadi. O'sha qo'lidan chopilganidan qolgan qismi bilan bayrog'ini olib, bag'riga bosib tikka ushlab turdi, yiqitib yubormadi. Shu yerda bir nozik savol bor. Ja'far ibn Abi Talib ham odam bolasimi? Bunchalik og'riq, bunchalik azobni ko'tarishga sabab nima bo'ldi? Ikkita qo'lini chop tashyapti. U esa sobit turibdi. Ha, u ham odam bolasi, lekin uni bunday sobit turishligining sababi iymonning halovati. Allohning bayrog'ini ushlab turibdi-da, u tushirishi mumkin emas u. Yana bitta misol. Hubayb ibn Adi radhiyallohu anhu. Quraysh mushriklari Badrda ko'rgan mag'lubiyatini alamini olish uchun bu sahobani Makka dan tashqariga olib chiqishdi, Tan'im degan joyga. 2 rakat namoz o'qishlikka izn so'radi u kishi qatlidan avval. Ruxsat berishdi. 2 rakat namozni o'qidi-da, namozini tugatib aytdiki, Alloh haqqi, agar senlar meni o'limdan qo'rqyapti deyishmaganingda, yana ham uzoqroq o'qirdim namozni dedi. Uni azoblab, tanasidan go'shini kesib, parcha-parcha qilib olishib, aytardiki, Abu Sufyon shu ishni qilib, hozir seni o'rningda Muhammad bo'lib sallallohu alayhi vasallam, sen o'zingni ahli oilang orasida bo'lishni xohlarmiding? Bunaqa holatda har qanday odam jonini saqlab qolish uchun, azobdan qutulish uchun har narsaga tayyor bo'ladi. Lekin bu sahoba nima dedi? Vallohi dedi. Agar Rasulullohga o'tirgan joyda bitta tikan sanchiladigan bo'lsa ham, ahlim va bolalarim orasida bo'lib, dunyoni ofiyatida turishni istamayman. Ya'ni meni qiymalab tashlasang tashaki, lekin Rasulullohga bitta tikan kirmasin. U sahobani mana shunday maqomga ko'tarilishiga nima sabab bo'ldi? Muhammad alayhisolamga kofir bo'lishdan nima to'sdi? Javob iymon halovati. Al-vajd shuuri. Biz buni eshityapmiz, aqlimizga sig'maydi-da. Ikkala qo'lini chop tashlasa tikka turibdi. Dod demayapti, baqirmayapti. Uhuddan keyin sahobiy ayollardan As-Sumayra bint Qays Uhud g'azotida otasi shahid bo'lgani xabari keldi. Rasulullohga nima bo'ldi deb so'radi. Akasini shahid bo'lgani xabari keldi. U ayol yana Rasulullohga nima bo'ldi dedi. O'g'lini shahid bo'lganligi xabari keldi. Rasulullohga nima bo'ldi dedi. Qarang, bir ayolni bir kunda ham otasi, ham akasi, ham bolasi, ham erini o'limi haqida xabar kelishi uchun 1000 yil o'tish kerak. Bitta jangda o'ziga qarashli 4 ta erkakdan ajrayapti. Otasi, akasi, o'g'li, eri. Mana shunday musibatni ustida turib, Rasulullohga nima bo'ldi deyapti. U zot salomatmi? Bu ayolni bu maqomda turishiga sabab nima? Iymon halovati. Bu ulug' zotlar tarafidan sodir bo'lgan bunaqa
holatlar aqllar lol qolmay iloji yo'q uni eshitib turib. Albatta bularning bariga sabab nima edi? Iymon halovati. Tasavvur qiling bir odamni. Bir haftalik umringiz qolibdi deb eshitdi. Og'ir kasal, bemor, bir haftalik umringiz qolibdi dedi. Qanaqa holatga tushadi? Bir kunda 10 kilo ozib ketadi uning xodim. Dod soladi, dod deydi, tushkunlikka tushadi, rangi sarg'ayib ketadi, hushidan ketib qoladi, birdaniga ozib ketadi. Lekin iymon halovatini totgan odamga aytilsa-chi, Alloh taqdir qilgan umrni ko'raman deydi. Bir kun baribir shu kun o'lim keladigan narsa. Allohning huzuriga borishimiz haq deydi, ya'ni ibodati zikrida makkan bo'ladi. Robiya radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jang maydonidan Robiya radhiyallohu anhuni xabarini olib kelishni buyurdilar. Sahobalar istab yurishibdi. Shahidlar orasida yotganligini bir sahoba topdi. U Robiya radhiyallohu anhu nafas olayotgan ekan. Bu yerga kelgan sahobiy unga qarab, Rasululloh menga sizni xabaringizni bilib kelishni buyurdi. Siz tiriklar orasidamisiz yo mayyitlar orasidamisiz? U kishi men mayyitlar orasidaman. Rasulullohga mendan salom yetkazing. Va u zotning sahobalariga ayting. Agar sizlarda oranglarda ko'zini qimirlatishlikka qodir kishi bo'lib turib, Rasulullohni himoya qilmasanglar, Rasulullohga biron aziyat yetadigan bo'lsa, sizlar uchun Allohning huzurida uzr qolmaydi. Chunki ansorlar payg'ambarimizga sizni himoya qilamiz deb va'da berishgan edi. Qilich ko'tarishga emas, tikka turishga emas, ko'zini qimirlatishlikka bitta odamning quvvati yetib turib, Rasulullohni himoya qilmasa, Rasulullohni yolg'iz tashab qo'ysa, Allohning oldida uzr yo'q. Qarang, bu sahoba qanaqa holatda? Dunyoni tark qilayotgan holat. Oilasini, bolasini ham yo'dan ajralyapti. Bu dunyodagi bor narsasidan ajraladigan holatda turib, xotirjamlikni ko'ring, saodatni ko'ring. Bu saodatni cho'qqisi. Bunga sabab nima? Iymon halovati. Vallohi, agar banda iymon halovatini totib ko'rgan bo'lsa, Allohga qasam, u uchun bu dunyoni tuprog'i ham, oltini ham barobar bo'lib qoladi. Biz aytibla qo'yapmiz al-vajd martabasida. Iymonni ta'mi, iymonni halovati deyapmiz. Mana bularni mana shunday bir inson bo'lib, mana shunday bir qahramonliklarga qodir bo'lishiga sabab nima bo'ldi? Iymon halovati. Bizda ham bo'lib qoladi, ora tushiradi. Ko'zimizga yosh keladi, qalblarimiz boshqacha bo'lib qoladi. Hali yig'lab o'zimizni tiyib olganimizdan keyin qarasak boshqa odammiz, bilasizmi? Umraga borganlar, hajga borganlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning Ravza-i Sharifini ziyoratiga borib salom bergani kirib ketayotgan paytingizni eslang-da. Rasulullohning Ali bobu salom eshigidan kirib kelasiz. Chop tomonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabri, Abu Bakr Siddiqning, Umar ibn Xattobning qabrlari. Assalomu alayka ya Rasululloh degan paytingizni eslang-da birinchi marta. Bu dunyodan uzilganmisizlar? Boshqa dunyoga kirib qolgan bo'lganmisizlar? Ana shu iymonning halovatini bir ko'rinishi. Tashqariga chiqqaningizdan keyin siz boshqa odam bo'lgansiz. Bilasizmi? Eslayapsizlar shu tuyg'uni? Ka'ba-i muazzamani birinchi marta ko'rganinglarda eslaylar qanaqa holatga tushgansizlar? Boshqa dunyoga kirib qolganmisizlar? O'zingizlarni unutib qo'yganmisizlar? Ana shu iymonning halovatini totigan lahzangiz. Firavun sehrgarlari. Bu sehrgarlar Musa alayhisalomni mag'lub qilish uchun Firavunni chaqirig'iga labbay deb kelishgan edi. Agar g'olib bo'lsa, Firavun tomonidan juda katta mukofot va'da qilingan edi. Sizlar meni yaqinlarim bo'lasizlar degan edi. Mana endi Musa alayhisalomga ular sehrlarni ko'rsatishdi, hassalarni, tayoqlarni, iplarini tashashdi. Ularniki sehr edi, ular bilishar edi. Faqat odamlarning ko'ziga sehr qilishdi.
tashlagan narsalari o'z holicha turuvdi. Endi Musa alayhissalom asosini tashladi, u rosakam ilonga aylandi, bitta-bitta yutib tashladi bo'yiga tashlagan narsalarini. Fa ulqiyas saharatu sajidin. Alloh taolo shunday qildiki, sehrgarlar shunday sajda qilishdi Musa alayhissalomning ko'rsatgan mo'jizasiga. Firavun nima dedi? Astagfirullah. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Sizlar hali men izn bermasdan turib unga iymon keltirasizlarmi? Innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihr. Bu sizlarga sehr o'rgatgan kattalar ekan dedi Musa alayhissalomni. Orqasidan tahdid qildi. Fala uqatti anna aydiyakum va arjulakum min xilaf va la usallibannakum fi juzu'in nakhl va la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban va abqa. Firavun qo'rqityapti. Bas endi albatta oyoq qo'llaringizni qarama-qarshisiga kesurman. Ya'ni o'ng chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Ya'ni qarama-qarshisiga kesaman. Va sizlarni xurmo shoxlarga osurman. Ana o'shanda qaysinimizning, ya'ni meningmi yo Musoningmi xudosi azobi qattiqroq va uzunroq ekanini bilib olursiz. Qo'lingdan kelganini qil deydi. Biz Robbil alamiga iymon keltirdik deydi. Mana shunday azobda oldida ularni sobit turishiga sabab nima edi? Iymon halovati edi. Siz xo'p deb qo'ysangiz 10 ming dollarlik foyda turibdi. Yolg'on gapingiz. Yoki siz prosta rozi bo'lib indamay tursangiz bir 20 ming dollar foyda keladi sizga. Siz nima deysiz? Yo'q, bu harom deysiz. Menga kerak emas bu pul deysiz. Desiz, nariyog'ingizda turgan odam qarshingizda jinni bo'lib qoladi. 20 ming dollardan voz kechyordi-ya. Nimaga u tushunmayapti? Siz iymon halovati, iymonning quvvati bilan aytyapsiz-da. Koreyadan mashina olganman deyapti. Mashina cho'kkan mashina ekan, suvga tushgan. Endi olib kelib, hamma shu paravodkalarni yangi qo'yganmiz. Endi sotyatib turib, shuni cho'kkanini aytishim kerakmi, kerak emasmi deyapti. Haligi halol savdo va baraka degan darslarimizda shunaqa joy o'tgan. Molning aybini xaridor so'ramasa ham aytib sotishingiz kerak. Agar halol bo'lishini xohlasangiz, baraka topishni xohlasangiz. Oho, unda voshi shunaqa. O'shuning uchun baraka yo'qda sizda. O'shuning uchun 10 ta konteyner olib kelsangiz ham problemangiz tugamayapti. 100 ta konteyner olib kelsangiz ham hayotingizda osudalik yo'q. U sotayotgan odam aybini aytishmas. Ahmad Mahmudga sotyaptimi mashinani? 3-odam turibdi. Ahmad Mahmudga mashinani sotyapti, Mahmud so'ramayapti aybini. So'ramasa ham Ahmad aytish kerak. Endi u so'ramayapti, bu aytmayapti. 3-odam turibdi. 3-odam biladi mashinani aybini. Agar shu aytib qo'ymasa ham gunohkor bo'ladi. Biz qanday yo'qasini olamiz buni? O'shuning uchun baraka yo'q, birodarlar. Mana Ahmad agar iymon halovatini totib ko'rgan bo'lsa, al-vajd degan martabaga ko'tarilgan bo'lsa, aytadiki, Alloh bugun taqdir qilgan bo'lsa, shu odam mashinamni oladi. Rost gapirsam ham, yolg'on gapirsam ham. Olmadi. O'lib ket, gunohkor bo'lding. Agar yozgan bo'lsa, yolg'on aybini aytsang ham oladi. O'ynamagin seni yolg'oning sotadi o mashinani deb. Ma'qulmi? Mashina pulishlar bir daniga katta pulga kidali bo'lib ketsanglar, bir daniga mashinalar qarshga chiqib qolsa yoki yo'lda kelayotib konteyner suvga cho'kib ketgan bo'lsa, anna hada qayoqdan keldi bu narsa bizning boshimizga demang. Qul huwa min indi anfusikum dedi Alloh. Bu o'zingizlar qilgan ishni kasofatidan keldi deydi. Mumkin emas. Mumkin emas, mumkin emas. Nima? Taqvo qilib zarar qilishing mumkin emas. Fosiqlik qilib foyda qilishing mumkin emas. Taqvo qilib zarar bo'lganga o'xshab ko'rinyapti boshida, lekin oqibati foyda bo'ladi. Fisq fujur qilib yolg'on gapirib foyda qilganga o'xshayapsiz boshida, lekin oxirida bir joydan teshib chiqadi. Buni iymon halovatini totib ko'rgan odam biladi va shunga amal qiladi. O'shuning uchun hammaga qarshi tura oladi-da u. Ya menga bo'lmaydi deydi.
Malika Bilqis. Mana Sulaymon alayhisalom qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Saba mamlakatining malikasi Sulaymon alayhisalomga iymon keltiradi. Birdaniga o'zini mulkidan, saltanatidan voz kechadi. Nima sababdan? Saba mamlakati kuchli bo'ladi, armiyasi ham kuchli, o'zi ham boy mamlakat bo'ladi. Lekin Sulaymon alayhisalom oldiga kelib, Sulaymon alayhisalomning kimligini bilganidan keyin darrov mol mulkidan, saltanatidan voz kechadi. Nima sabab? Iymon halovatini totib ko'rganligi sabab. Astaydu billah. Qila laha udkhulis sarh. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Malikaga saroyga kirgin deyildi. Endi qachoniki u saroyni ko'rgach, uni suv, to'lqin deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi. Sulaymon alayhisalom aytdi, bu oynadan yasalgan baland qasrdir dedi. Saroyning poli shishadan edi. Tagida suv oqayotgan edi. Bunaqa shisha polni ko'rmagan edi Bilqis. Shunaqa bir qudratli mamlakatning malikasi o'zi ham. Poli suv ekan deb turib, etigini ko'tarib, oyog'ini ochganida Sulaymon alayhisalom aytibdi, bu oynadan yasalgan baland qasr dedi. Shunda nima dedi malika? Qolat Robbi inni zalamtu nafsi va aslamtu ma'a Sulaymana lillahi robbil alamin. Parvardigorim, dar haqiqat men quyoshga sig'inish bilan jonimga jabr qilibman. Endi Sulaymon bilan birga barcha olamlarning hojasi Allohga bo'yin sundim. Iymonni nimaligini bilganidan keyin, iymonni halovatini totib ko'rgandan keyin juda katta saltanatdan osonlik bilan voz kechib yuboryapti. Siz u bitta mashinani savdosidan voz kechyapsiz, yolg'on gapirmay. Bir konteyner mashinani foydasidan voz kechyapsiz. Iymonni halovatini totib ko'rganingizdan keyin. Bu katta narsa emas ekan unchalik. Malika o'zining saltanatidan voz kechyapti. Ha, agar inson iymon halovatini totib ko'rsa, bunaqa ishlar uchun juda oson bo'lib qoladi. Maktabda tushgan pulini ham yemaydi. Mansabdor odam bo'lsa, el yurtni pulini ham yemaydi. Bo'lmasa uchkasini ham vergulini bitta olib qo'ysa, 1100 bo'lib qoladi-da, 900 cho'ntakka urib qo'yaveradi. Va shu bilan yutdim deb o'ylaydi. O'zi aslida teshib chiqadi. Ey, qaranglar-da, o'shaqa haromiyat bilan boygan, harom savdo bilan, yolg'on bilan, el yurtni, mamlakatda pulini o'zlashtirish bilan boygan odamlarda oqibati nima bo'layotganini qaranglar-da. O'sha biz birinchi seriyasiga qaraymiz-da zo'r bo'lib yurganini, keyin birdaniga yo'qolib ketadi. Ha, u yerda esimizga kelmaydi, u yerga qaramaymiz. O'shuning uchun yutdi-da shu deb qo'yasiz. Mana hozir Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. La'anallohu man g'ayyara manaral ard. Yerning chegaralarini o'zgartirganga Allohning la'nati bo'lsin degan ekanlar Rasululloh. 2 metrga rishotka qo'yadi, keyin tiqqa tunka bilan to'sib oladi. 5 oy o'tganidan keyin qish bilan urib oladi. Nima qilasan? O'sha 2 metrda o'zingniki qilib olib ha? O'sha mahallani, o'sha elni, ko'chani haqqi edi o'sha. O'shuning uchun ko'chaga chiqib olganlar, payg'ambarimizning hadisini eshitib qo'yinglar. Yerning chegarasini, manorlarini o'zgartirganga Allohning la'nati bo'lsin. Qarg'ish Muhammad alayhisalomdan. Otesh chiqib olgan bo'lsa, bilasizlar, kirgizing, qarg'ish tugasin. O'shuning uchun baraka yo'q o'sha hovlida. O'shuning uchun topganida ish bir baraka yo'q. Doim muammo, doim oilada janjal, doim kasal, doim kelishmovchilik. Tushunyapsizlarmi? Bu o'sha chiqib olgan paytda bilmagan mayli endi Alloh kechirsin. O'shalar yelkasida turibdi shuni gunohi. Endi hamma chiqayotganda bir qo'shni chiqmay turibdi. Hamma 3 metrdan qo'shib olganda bitta xona qolib qoldi. U maza qilyapti u. Hamma chiqib maza qilayotganda u chiqmay maza qilyapti. Chunki la'natdan qutulyapti-da bu. Agar inson iymon halovatini totib ko'rsa, u uchun bunaqa ishlar juda ham oson bo'lib qoladi. Aqllarga sig'maydigan ishlarni yengillik bilan qiladigan bo'lib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi robban va bil islami dinan
va bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam rasulan. Rasululloh aytadilar, iymon ta'mini totib ko'ribdi. Kim? Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad alayhisalomni rasul deb rozi bo'lgan kimsa. Na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Al-vajd nima? Qalbda sun'iy emas, tabiiy suratda o'z-o'zidan paydo bo'ladigan shuur, his, tuyg'u al-vajd deyiladi. Qalbda sun'iy, искусственный emas, tabiiy suratda o'z-o'zidan paydo bo'ladigan shuur, his, tuyg'u al-vajd deyiladi. Yana aytiladi, al-vajd qalbda chaqmoq kabi bir chaqnab, yoltirab, so'ngra tezda so'nib qoladigan his, shuur. Ma'ruza eshitasiz, ko'zingizga yosh keladi. Tilovat eshitasiz, ma'nosini tushunmasangiz ham qandaydir ko'zingiz yoshlanib, qalbingiz erib ketadi. Keyin to'xtab qoladi. Mana shu al-vajd. Yana aytiladi, al-vajd bu qalbda paydo bo'ladigan muhabbat, ishq va ulug'lash kabi his tuyg'ularning natijasidir. Al-vajd so'zini birodarlar arab tilida 32 ta sinonimi bor ekan. Al-vajd so'zini 32 xil ma'nosi bor ekan. Insonni qalbidan kechadigan his tuyg'ularning 32 xil ko'rinishi. Shularning ichidan 5 tasini tanlab olsak, o'shalarni umumiy o'z ichiga oladi deymiz. Birinchisi ishtiyoq. Tushunamiz ishtiyoq nimaligini. Ikkinchisi hanin, sog'inch. Uchinchisi shag'of, qattiq muhabbat. Yusuf alayhisalomni sayyidasi zinoga taklif qilganida, ana shu Misrning zodagonlarining ayollari uni ishidan xabar topib, qod shag'afaha hubba deyishgan edi. Ha, quli yuragidan urib qopti-da deyishgan edi. Shag'of, qattiq muhabbat. To'rtinchisi ishq. Ishq tushunarlik. Beshinchisi rog'ba, xohish, ishtiyoq. Mana shu narsani hammasini qo'shsangiz al-vajd bo'ladi. Demak, juda ham keng ma'noni o'z ichiga olgan so'z. Al-vajd saodat shuurlari. Din deganda birodarlar biz nimani tushunamiz? Aqida, ibodat, axloq, muomala, amr va nahiylar. Endi haqiqiy din deganda biz shularga qo'shimcha ravishda yana shuurlarni ham tushunishimiz kerak. Inson robot emasda, inson искусственный intellekt emasda, hamma gapingizga cho'tki-cho'tki javob beraveradi, lekin unda his tuyg'u yo'q. Qanday shuurlar? Mo'min banda his qiladigan shuurlar. U shunday his tuyg'u shuurlarki, ular tufayli mo'min baxtli bo'ladi. Banda Allohning roziligiga qarab yurib borar ekan, mana shu sayrida bu shuurlarning ahamiyati juda ham katta. Agar mana shu shuurlar bo'lmasa, mo'minning qalbiga saodat olib keladigan shuurlar bo'lmasa, din faqat ma'lumot, jasad bilan yotib turib qiladigan amal, fikr, tushuncha, saqofat bo'lib qoladi. Agar bu shuurlar bo'lmasa, ma'qulmi? Faqat uni musulmonligi shakli bo'lib qoladi xolos. Din odamlarni qiynaydigan quruq amallarni o'zi bo'lib qoladi xolos. Mana roza tutyapmiz. Shu shuur bormi, yo'qmi? Chanqadingiz, saratonda roza tutganda qiylandingiz, tomog'ingiz quridi, holingiz quridi, quvvatingiz ketdi. Lekin ichingizda shuur bor. Men bu qiyinchilikni Alloh uchun ko'taryapman deysiz, mana shu qiyinchilik sizga rohat beradi. Mana al-vajd nima? Qiziqmayapmiz a? Mavzu kunlar salqin, qisqa, chanqamayapmiz ham, och ham qolmayapmiz, yuribmiz a? Lekin o'sha saratonda roza tutdik bir 15 yil burun. Eslanglar. O'sha paytda eslanglar-da. Uyga kirdingiz, rosa chanqab turibsiz. Suv turibdi xolodilnikda, yo bir qanday kompot turibdi, muzdek choy turibdi. Haligiga qaradingiz. Nafs nima deydi? Kim ko'rib turibdi deydi.
deganda ichingizda kurash ketadi. Yo'q, Alloh uchun qilyapsan. Ertaga Allohning oldiga borganda Parvardigor sen uchun mana shu narsalarni tashlab jonimni qiynaganman deysiz. Tushundinglarmi mavzuni? Al-vajd mo'min bandani saodatli qiladigan his, tuyg'ular, shuurlar. Ana shu shuurlar, hislar bandani Alloh tomonga yetaklaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shu mashhur hadislari salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kimda mana shu 3 ta narsa bor bo'lsa, ana shu inson iymon halovatini totibdi. Birinchisi, Alloh va Rasuli u uchun boshqa hammadan afzal, sevimli bo'lsa. Ikkinchisi, bir kishini yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchisi, Alloh uni kufrdan qutqarganidan keyin yana shu kufrga qaytib qolishlikdan qo'rqsa, xuddi o'tga tushishlikdan qo'rqqanidek. Mana shu 3 ta narsa qalbida topilgan odam, mana shu 3 ta narsani o'zida mujassam qilgan odam, mana shu biz aytayotgan saodat shuurini, al-vajdni his qiladi. Iymonning ta'mi bor. Iymonning halovati bor. Ana shu narsani totib ko'rmaguncha mo'min saodat topa olmaydi. Mana sinonim so'zlar: his, tuyg'u, shuur. Ha? His, tuyg'u, shuur. His va shuur ikkita so'z. Shuur so'zi his so'zidan ko'ra afzalroq ko'rinadi. Chunki his so'zi moddiy narsalar sababli keladigan narsaga ishlatish, shuur so'zini esa ko'proq ruhiy holatlarga ishlatishlik munosibroq ko'rinar edi. His moddiy narsalardan, shuur qalbga tegishli ruhiy holatlarga ishlatishlik. Masalan, mana hozir his bilan shuurni farqini bilamiz. Mavzuga kirishdan oldin bitta misol aytamiz. Mana shu his bilan shuurni farqini bilib olaylik. Savdogar 1 millionga bir molni sotib oladi-da, bir haftadan keyin 1 million 200 mingga sotadi. 20% foyda qildi. 200 ming so'm foyda qildi. Mana endi 200 ming foydani ko'rgandan keyin xursand, kayfiyati choq, so'zlari muloyim, yuzida tabassum, ko'zi yonib turadi. Mana shu xursandchiligini atrofdagilarga ko'z-ko'z qiladi-da, mana shu xursandchiligini, kayfiyatini ulashishga harakat qiladi. Unga hazil qiladi, buni kuldiradi. Ha, kayfiyati nima? 200 ming foyda qildi-da. Lekin bularni barisi o'sha 200 mingning xursandchiligidan, foydani quvonchidan. Ammo bu his vaqtincha. 3 kundan keyin u xursand qilmay qo'yadi o'sha. Tushundingizmi? Yoki birov 1 yil qattiq shug'ullandi, universitetni bitiradigan yili qattiq ishladi, oliy ta'limda, yilda oxirida imtihon topshirdi, bir hafta o'tib qarasa doskada o'qishni a'lo darajada bitirganlar qatorida atib turibdi. Qizil diplom olishi aniq bo'ldi. Mana shu hafta davomida uni ham kayfiyati choq, xursand, o'zini saodatli his qilib yuradi. Ammo bu hissa ham vaqtincha. Bir kishi safarga chiqadi. Bu ham bir chiroyli, bir go'zal manzarali joyga, qo'lida yaxshigina puli bor, yonida oilasi, farzandi, hech qanaqa qo'rquv, vahima yo'q. Hammalari birga, bironta tashvish yo'q. Bu odam ham saodatni, xotirjamligini his qiladi. Lekin bu his ham nima? Vaqtincha. Demak, his moddiy narsalar orqali keladigan xursandchilikka his desak to'g'ri bo'lar ekan va his vaqtincha bo'lar ekan. Avvalgi suhbatlarimizda aytganmiz. Dunyoning bironta bir matohi sizga doimiy saodat hissi, baxt shuurini bermaydi. Aytdik-ku, pul topganda bir quvondingiz, uy olganda bir quvondingiz, keyin oddiy bo'lib qoldi. Uylanganingizda bir quvondingiz, keyin oddiy bo'lib qoldi va hokazo. Dunyoning bironta matohi sizni doimiy o'zingizni saodatli his qilishingni bera olmaydi. Endi yana bitta kishi bor. Mo'min. Bu o'zini taqvosi bilan, istiqomasi bilan Allohga yaqin bo'ladi. Pokiza amali bor, savobli amali bor va mana shu qilgan ishlari sababli iymonning halovatini, iymonning mazasini totib ko'rgan. O'shuning uchun bu odam aytadiki, yer yuzida mendan ko'ra baxtliroq odam yo'q deydi. Bu odam qarang,
ana shu savobli amallari bor va sog'lom aqidasi bor. Itoati bor, go'zal xulqi bor, uni kutib turgan jannati bor. Mana shular sababli unda mana shu saodat shuuri doim bo'ladi. Mana shu shuurlar iymon yo'lidagi motorga o'xshaydi. Mashinaning motori quvvatli yangi bo'lsa, har qancha yukni tortib ketaveradi. Agar motor quvvati ketsa, motor eskisa, zaiflasa, mashina torta olmay qolganidek, mo'min bandaning qalbidagi mana shu iymoniy shuurlar zaiflashgan sari, suygani sari din unga faqatgina informatsiya bo'lib qoladi. Mana ba'zi bir mamlakatlarga borib, diniy sohani o'qib kelgan ukalarimiz bo'ladi. Aytmayman qaysiligini. Sigaret chekadi, yalangbosh yuradi. Gapirsangiz falsafasi o'qib mullalik qilib qo'yaveradi, namoz o'qimaydi. Namoz o'qimaydi, ishonasizmi? Chunki o'sha shuur bo'lmagan. O'tirib gaplashsangiz hamma yodi biladi. Har qanaqasi siz bilan bahs qilib qo'yaveradi, lekin amalda hech narsa yo'q. Nimaga u uchun din faqatgina ma'lumot bo'lib qoldi? Fikr bo'lib qoldi? Saqofat bo'lib qoldi? Faqat kitob, ma'ruza, maqola bo'lib qoldi? Chunki ana shu shuurni his qilgani yo'q. Mana shu shuurlar insonning qalbida bo'lish kerak bo'lgan saodat shuurlari zaiflashib, pasayib ketsa, kishini dinga bo'lgan e'timodi susayib ketadi. Dindan malollanib, zerikib ketadi. Din ma'lumotlar yig'indisiga aylanib qoladi. Bunaqa quruq ma'lumotlar odamni malollantiradi, zeriktiradi, charchatadi. Masalan, bir odam Allohga bog'lanmagan holda namoz o'qishi mumkin. Nafl ro'zalar tutishi mumkin. Allohga bog'lanmasdan qilayotgan bo'lsa bu ishidan malollanadi. Studentlar, Qur'on yodlayotganlar. Agar sizlar ham Allohga bog'lanmasdan Qur'on o'qiyotgan bo'lsanglar, Allohga bog'lanmasdan Qur'on yodlab, shar'iy ilmlarni o'rganayotgan bo'lsanglar, zerikasizlar. O'shuning uchun 5-kursni bitirgandan keyin darrov chiqib ketishga harakat qiladi madrasadan. Nimaga? O'sha shuurni totib ko'rmagan. Uylansa, pul topsa, telefon olsa, mashina olsa, madrasadagi o'qishdan talabalarimiz o'tiribsizlar mana. Malollanib zerikyapsizmi? Demak, shu shuurni totib ko'rmadinglar hali. Buni kayfini biz tilda nimaligini bilib ko'rmadinglar. O'shuning uchun tezroq dars tugasa, qancha oldi? Domlar ko'p gapirib yordi. Sizlar o'tirib Qur'onni yodlayotganinglarda Alloh taolaning rahmati ustingizga yog'ayotganligini his qilyapsizlarmi? Allohning kalomini yodlashga Alloh imkon berib, yer yuzidagi 8 milliard odamdan sizga marhamat ko'rsatganini his qilyapsizmi? Alloh sizni boshqalardan afzal qilib, shu ikromini berganligini his qilyapsizmi? Taravada o'tirib malollanmayapsizmi? Qorilarimiz tekkiz ravon chiroyli o'qiyapti. Bir paradan o'qiyapmiz mana. Shunda ham malollanib ketayotgan bo'lsak, demak bizda o'sha shuur bo'lmabdi. Mana darslarga kelyapsizlar, eshitib o'tiribsizlar. O'sha qalbga bir saodat shuuri kiryaptiki, qalbingiz ochilyapti, ma'naviyatingiz ko'tarilyapti, maza qilyapsiz, o'shuning uchun kelyapsiz. Agar o'sha shuurni qalbingizga bu madrasadagi ta'limingiz, o'qiyotgan Qur'oningiz, qilayotgan sadaqangiz, tutayotgan ro'zingiz shu shuurni bermayotgan bo'lsa, bu amaldan tezda zerikasiz. Allohga bog'lanmagan holda ihson tarqatadi. Allohga bog'lanmagan holda ihson tarqatadi-da, odamlardan rahmat eshitmasa, ta'na malomat eshitsa, aytadiki, odamlar yomon bo'lib ketibdi deydi. Ha, demak siz shu gapni gapirdingizmi? Demak odamlar qadrlamabdi sizni. Endi qadrlashini kutibsizmi? Demak siz Allohga bog'lanib turib qilmasiz u yaxshilikni. Demak siz Allohga bog'lanib turib qilmabsiz u yaxshilikni. Mana tushunyapsizlarmi nima uchun zerikadi odamlar amaldan? Nima uchun talabalar kitob o'qishdan malollanadi? Nima uchun odamlarda dindan mana shu qalbida sovushlik paydo bo'ladi? Chunki o'sha shuurni totib ko'rgani yo'q. Hamma narsadan zerikdim deydi. Bandani iymonini quvvatlab, oziqlantirib turadigan narsa nima? Ana shu iymonini quvvatini so'yib ketishdan to'sib turadigan narsa nima?
iymon halovatini totib ko'rish, saodat shuurini totish. Qalbingiz, nafsingiz orom oldimi? Shu saodat shuurini his qilib ko'rdingizmi? Yana borasizda, chunki mazasini tushunib qoldingiz. Mana shu saodatli qiladigan shuurlar inson qalbini to'ldiradi, dindan malollanishdan to'sib turadi. Mana shu narsa bugungi darsimizning mavzusi edi. Gohida qalbi o'lgan odam bilan o'tirib gaplashib qolasan. Hamma narsadan zerikkan, hamma narsadan to'ygan, malollangan, hech narsani xohlamaydi. Qalbida insoniy shuurlar o'chib qolgan. Bunaqa odam bilan 1 soat o'tirganingdan keyin uning ruhiy holati senga ta'sir qiladi. Senga mana shu salbiy holatdan nima bo'ladi? Yuqadi. Sen ham ko'ngling sovib ketadi. Gohida buni aksi, tirik, g'ayratlik, shijoatlik, qalbida o'ti bor, qalbi o'lmagan odam bilan o'tirasan, uni o'tidan, uni shijoatidan senga ham nima bo'ladi? Yuqadi. Endi qara birodar, sen atrofingda ko'proq qaysinisi mana shu ikki toifani? Tinmasdan vahimani gapiradigan, tinmasdan naqdni gapiradigan, tinmasdan siyosatni gapiradigan, tinmasdan negativni gapiradigan odamlar ko'proqmi? Yoki seni ma'naviyatingni ko'taradigan odamlar ko'proqmi? Hech narsa emas, birodar, o'tib ketadi. Peshanamizga yozganini ko'ramiz. Iymon yo'liga turtuvchi narsa, iymon yo'liga yetaklovchi omil. Bugungi mavzuimiz al-vajd mavzusi. Insonni saodatli qiluvchi tuyg'u, uni iymon yo'liga boshlovchi bo'lgan his. Payg'ambarimiz yuqorida biz o'qigan hadisida iymon halovatini totib ko'ribdi. Kim? Alloh va Rasuli hamma uchdan ko'ra unga sevimliroq bo'lsa. Kimda iymondagi huzur, halovat shuuri bo'lar ekan, shunday odamdaki, u uchun Alloh va Rasuli hamma narsadan ko'ra sevimliroq. Ya'ni bir odamni yaxshi ko'rgan bo'lsa, u faqat Alloh uchun yaxshi ko'radi. Va bir ishni qiladigan bo'lsa, Allohning roziligi qiziqtiradi xolos. Odamlar nima deydi? Xotini rozi bo'ladimi, yo'qmi farqi yo'q. Muhim Allohning rozi bo'lishi. Masalan, bir ish qilmoqchisiz, dunyoviy foyda bor. Uni qilsangiz odamlar ham xursand bo'ladi, ammo Alloh norozi bo'ladi. Nima qilasiz? Qaysi tarafga moyil bo'lasiz? Agar Alloh va payg'ambarning roziligini qo'yib, odamlarning roziligini tanlaydigan bo'lsangiz, ayolingizni ko'nglini istaydigan bo'lsangiz, dunyoviy bir foydani tanlaydigan bo'lsangiz, sizga hali iymon halovatini totishlikka yo'l bo'lsin. Qalbingiz torligicha, quruqligicha, o'ligicha turaveradi. Allohning yer yuzida valilari bor. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun allazina amanu va kanu yattaqun. Avliyolar iymon keltirgan va taqvo qilgan insonlar. Ana shunday valilar bor. Ularga ko'zing tushishi bilan kim esingga keladi? Alloh esingga keladi. Ularning ko'rinishi o'ziyoq odamlarga Allohni eslatadi. Bunaqa odamlarni uzoqdan ko'rishingiz bilan tavba qilish kerak sizga tushadi. Namoz, sadaqa, boshqa amallar. Payg'ambarimiz aytadilar: "Avliya ummati iza ru'u zikirallohu bihim." Ummatimning avliyolari agar ular ko'rilsa, ular sababli Alloh eslanadi. Sizni ko'rishganda nimani eslaydi odamlar? Futbolda. Sizni ko'rganda nimani eslaydi odamlar? Siyosatni. Sizni ko'rganda nimani eslaydi odamlar? Osh bilan dimlamani. Bizni ko'rsa nimani eslaydi odamlar? Afzalukum allazina iza ru'u zikirallohu ta'ala li ru'yatihim. Rasululloh aytadilar: sizlarning oranglardagi eng afzallaringlar shunaqa odamlarki, agar ular ko'rinsa, ularning ko'rinishi sababli Alloh eslanadi. Demak, iymon halovatini, saodat shuurini his qilishligini birinchi sharti Alloh va Rasuli sizga hamma narsadan ko'ra sevimliroq bo'lish kerak. Bir insonni Alloh uchun yaxshi ko'rish qanaqa bo'ladi? Bir odamni Alloh uchun yaxshi ko'rishi qanaqa bo'ladi? Qarindosh emas,
tijoratdagi sheriging emas, sponsoring, homiying emas, undan biror narsani umid qilayotganing yo'q. Bironta dunyoviy manfaat yo'q u bilan qilgan muomalangda. Faqat Allohning roziligi uchun yaxshi ko'rasan. Nima uchun? Chunki solih banda. Allohning taqvoli bandasi. Uni ko'rsang Alloh esingga tushadi. O'shuning uchun yaxshi ko'rasan uni. Bunaqa odam bilan soatlab gaplashib o'tirsang ham malollanmaysan. Yonidan turib ketging kelmaydi, doim xaridorsan. U bilan o'tirsang motivatsiya olasan. O'sha nechta o'sha odam bor atrofimizda. Biz o'zimiz qanaqamiz? Agar bitta odamni mana shunday yaxshi ko'rgan bo'lsang, demak sen iymon halovatini totibsan. Demak, hadisda aytilgan ikkinchi alomat bir kishini yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchi alomat وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Alloh uni kufrdan qutqarganidan keyin yana kufrga qaytib qolishni yomon ko'rsa, xuddi o'tga tashlanishni yomon ko'rganidek. Johil edi, fosiq edi, har xil ishlarni qilib yurar edi, Alloh hidoyat qildida chiqdi undan, kufrdan, shirkdan, ma'siyatdan. To'g'ri yo'lga yurdi. Endi shu odamga qaytasanmi desa, xuddi o'tga tashlanasanmi deganda, yo'q deganda yo'q deydi. Misol, bir odam tavba qildi, gunoh ma'siyatini qo'ydi, Allohning amriga qaytdi. Keyin pushaymon edi. Tavba qilib, to'g'ri yo'lga qaytgandan keyin pushaymon edi. Aytadiki, oshnalarim deydi, kayf sapoda qilib, xohlaganini qilib yurishibdi. Men bo'lsa baylanib qoldim deydi. Endi 5 yil universitetda o'qishim kerak deydi. Bir kun bormasam, ma'lumotga qolaman. Palon ishlarni qila olmay qoldim deydi. Madrasadagi bolalar, ulfatlar mashina minyapti, qimmat telefon tutyapti, zo'r kiyinishyapti, cho'ntagida puli bor, har kuni kafeda o'tiribdi. Madrasaga kirganingizga pushaymon yevorasiz. Ovqatni o'lchab beradi, ko'chaga chiqarmaydi. Mo soatda yotasan, mo soatda turasan deydi. O'shunda nima qilasiz? Shart tashlab yuboraymi deysiz. Doktorlar, qo'l ko'tarib qo'yinglar. 3-4 kursga borganda zadniy xod berish kerak bo'lgan-a? Yomon tortganmi? O'sha 4-3 kursda o'qiganlarda eslanglar-da. O'sha qiyinlashib ketganidan, og'irlashib ketganidan o'sha 4-3 kursda elanib qoladi vrachlar. Oshnalari kayf sapoda qilib, har kuni osh, har kuni maishat, har kuni bir huzur halovatda yurganda bu bechora nima qilgan? Bitta pirashkani yeb olib, ona korpusdan moral korpusga piyada yurgan. Ha, domla aytmang, yomon bo'lgan. Zato huzurini ko'ryapsizmi? Mashaqa, talabalar, 1 yil, 2 yil sabr qilasiz. Siz o'sha zerikayotganligingiz shu shuurni yo'qligi, qalbingiz hali ham ko'chada turganligini belgisi. Siz Muhammad alayhisalomdan qolgan merosni olyapsiz. Siz Umar ibn Xattobdan qolgan merosni olyapsiz. Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbosdan qolgan merosni olyapsiz. Bu narsani faqat Alloh faqat yaxshi ko'rgan bandalarga beradi. Shuni his qilasizmi, yo'qmi? Mana biz aytayotgan odam haqqa, tavbaga yurgandan keyin, iymon, taqvo yo'liga yurgandan keyin pushaymon yeyapti. Ulfatlarim huzur halovatda yurganda men qiylanib yuribman. Bu odam tavba qilganiga afsus chekyaptimi? Iymonga qaytganidan nadomat chekib yuribdimi? Yana fisq fujurga qaytish orzusidami? Demak, bu odam hali iymon degan narsani tushunmabdi, iymonni mazasini totib ko'rmabdi, saodat shuurini his qilmabdi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.